hozirgi kunda kunning aynan issiq paytlarida quyosh nurining terimizda va yuzga bevosita ta'siri natijasida terining qichishishi, achishish, qizarish va terining tortilishi kuzatiladi. Aynan shu yoz faslida terimizda shunday muammolar bo'lmasligi uchun sizga 3 ta eng muhim tavsiyamni aytaman. Birinchisi, shu tavsiyalarga amal qiling va shu muammolarga duch kelib qolmaysiz. Agar bunga duch kelib qolsangiz, uning asoratini ham aytaman. Birinchisi, kun davomida ko'p suyuqlik ichish kerak, ko'p miqdorda suv ichish kerak. Sababi organizmda suvsizlanish jarayoni kuchayishi terining qurishiga olib keladi. Teri qurisa, terining immun tizimi susayib ketadi va terida yallig'lanish jarayoni kuchayadi. Ikkinchi muhim tavsiya, yuzga ishlov berishga ehtiyot bo'ling. Piling yoki har xil retinol kislotalarini yuz terimizda muntazam qo'llashdan ehtiyot bo'ling. Chunki pilingni ko'p miqdorda takrorlab yuzda qilaversak, bu muolajani terimiz quyoshning nuriga o'ta sezuvchan bo'lib qoladi-da. Ana undan keyin yuqoridagi belgilar kuzatilishi mumkin bo'ladi. Va uchinchi eng muhim va ko'p dolzarb savollar beriladigan holat, shu tavsiyaga amal qiling. Bu tavsiyaga amal qilsangiz, yuzingizdagi muammolar kuzatilmasligi mumkin. Quyoshdan himoya qiluvchi SPF kremlar. SPF krem umumiy ma'noda surib chiqib ketaveramiz, yordam beradi yoki quyoshdan himoya qiladi. Yo'q, uning tartiblari bor. Qanday kremlardan foydalanish kerak, qanday holatda surish kerak va uning davriyligi qancha, uni men sizga qisqacha qilib tushuntirib beraman. SPF kremlar bor, SPF gellar bor. Agar yuzingiz yog'li bo'lsa, siz gellardan foydalaning. SPF gellardan foydalaning. Agar yuzingiz quruq bo'lsa, SPF kremlardan 50 dan yuqorisi bo'lsin. Xo'p, SPF kremlarining turlari ko'p. Bitta kalit so'zini aytaman. Agar shu SPF kremlarning tarkibida askarbinka, ya'ni vitamin C elementi bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi shu elementning bo'lishi terini tashqi muhitdan himoya qiladi, terini kasalliklarga kurashuvchanlik qobiliyatini oshiradi va terini namlab turadi. Qanday surish kerak? Tashqariga chiqishdan 1 soat oldin SPF malhamlardan surib qo'yamiz va 1 soatdan keyin bemalol tashqariga chiqib ketsak bo'ladi. Buning davriyligi 6 soatgacha amal qiladi. Agar bordi-yu siz 6 soatdan ko'p yuradigan bo'lsangiz, SPF malhamlarni cho'ntagingizga solib oling, sumkangizga solib oling. Sababi 12 soat yoki 16 soat ta'sir qilish mexanizmiga ega emas. Tushundingiz-a? O'shaning uchun SPF kremlarni albatta quyoshdan tashqariga chiqishdan oldin 1 soat oldin surib qo'yiladi. Bordi-yu surib turib darhol chiqib ketsangiz, SPF krem o'zining vazifasiga kirishmagan bo'ladi. Ayollarda yuzda ishlov beruvchi kosmetik mahsulotlar bor. Unda qanday qilib suramiz? Birinchi, kosmetik mahsulotlarni surib olinadi. 20 minut, yarim soatdan keyin SPF kremlarni suradi va 1 soatdan keyin ko'chaga chiqib ketsa bo'ladi. Faqat yuzdami? Yo'q. Tananing ochiq qismlarida bemalol, qo'rqmasdan sursa bo'ladi. Yuz, peshona sohalar, bo'yin sohalari, yelka sohalar, qo'lning bilak, tirsak sohalariga davr va qo'l panjalariga ham bemalol sursa bo'ladi. Buni aynan keyin yana bitta muhim belgi, aynan yozning 11 bilan 3 orasida soat 11:00 va 15:00 oralig'ida quyoshga yurishni maslahat bermayman, chunki bevosita quyoshning infrakrasniy deydi, ya'ni infraqizil va ultrafiolet nurlari terimizga bevosita ta'sir qilish natijasida terining poralariga ta'sir qiladi, terida dog'lar paydo qiladi. Tepada aytganimdek, terini achishtirishi mumkin, qizittirishi mumkin, terini po'st tashlash
holatlariga ham olib borishi mumkin va bora-bora agar shu narsaga amal qilmasangiz 40 yoshdan o'tgandan so'ng rozatsiya kasalligiga duchor bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun bu muammolarga duch kelmaylik desangiz, yuqoridagi tavsiyalarimga amal qiling va bu kasalliklar sizga kuzatilmasligi mumkin.